Assalomu alaykum Saxiy magazinimiz obunachilari. Do'konimizda kombaynimizni bugun obzorini qilib beramiz. Narxlari bilan tanishtirib, vazifasi, ishlash jarayonini ham ko'rsatib aytib o'taman. Bunimiz kombaynimiz 1.20 bo'ladi. Eni xo'p, tayda pichoqlarigacha bor, zapas pichog'i ko'rishlaring mumkin. Bu pichoq nima vazifani bajaradi deydigan bo'lsalaring, mana tayda bilsalaring, kombaynlar, katta kombaynlar 1,5 qarich, 2 qarich tayida somonini qoldirib ketadi. Bunimiz taydagi o'sha somonigacha o'rib, ozgina qoldirib ketadi xolos. Ko'rishlaring mumkin. Bu almazli pichoq. Haqiqiy almazli pichoqdan qo'yilgan. Bu pichog'imiz bilsalaring, jatka pichoq o'rganda turpoq-murpoqqa kirib olishi ehtimoli katta bo'ladi, sababi orasi ochilib ketadi. Bunimizda orasi ochilmaydi. Ko'pchilik kelganda shunga qiziqib, shundan so'rashyapti. Xudo xolasa bundan ham olib kelib qo'yamiz. Kombaynimizga shu pichoqdan qo'yilgan, pichoqda originalidan qo'yilgan. Endi o'zini pichog'i mana ko'rishlaring mumkin, ancha uzun bo'ladi. Kelib bemalol ko'raverasizlar. Jatka pichoqda zapchasidan, o'sha pichog'idan ham uzunligi ham uzun bo'ladi, ham almazli pichoqdan qo'yilgan bo'ladi. Mana shu narsa o'rib, bunimiz olib kirib ketadi, mana ko'rishlaring mumkin. Aylanadi, yurganda aylanib bonkiriga olib kirib, aylantirib, asosan sholi, bug'doy chiqargani va bug'doyni yanchib, donigacha ajratib, somonigacha ajratib, katta kombayn nima ish qilsa o'sha ishni qiladi. O'sha kombaynda minisi mana shu kombayn bo'ladi. Buni biz mana olib kirib barabanidan ko'rishlaring mumkin, olib kirib ketib, mana bu yerda sholisini yig'adi. Sholi, o'sha bug'doyni yig'ib, mana bu yerdan chiqarib beradi va sholini bu yerdan otib beradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Xohlovchilar o'rib, bitta joyga qo'yib turib ham ichkariga itarib tashlab berib, ishlatsalaring ham bo'laveradi. Bemalol ko'tarib tushiradi. Insholargacha bor, mana ko'rsatib o'tamiz. Insholargacha bor. Sep orqali harakatlanadi. Ikkita sep orqali harakatga keltiradi. O'rishiga va yanchishiga 6 oy garantiya beramiz. 6 oy o'sha заводской defektiga garantiya berilaveradi. Mana bu yerga qop qo'yadigan joyi bor mana. Qopini qo'yib bemalol ish qilsalaring bo'laveradi. Buni tezligi 10-15 tezlikda yuradi. Mana bu roli bo'ladi buni. Mana bu roli, mana bu skori mana. 3 ta skori bor, zadniy bilan 4 ta bo'ladi. Skor mana oldinga yurgizadigan va orqaga yurgizdiradigan zirchaklari hamma yo'g'i bor. Motoriga keladigan bo'lsak, motori eng katta motor 192 salarka motordan qo'yilgan. Dizelli motor, bilasizlar, baquvvat bo'ladi, kardanli. Bunimizda kardanli motordan qo'yilgan va bu remen orqali harakatga keltirib beradi. Mana bu tarafida remen orqali harakatga keltirib beraveradi. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Ko'chatlar orasiga, bog'lar orasiga bemalol olib kirib ishlatsalaring bo'laveradi. Любой holatiga bu kombaynimiz sig'averadi. Bunimizning narxini aytib o'tadigan bo'lsam, narxi 69 million so'm. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Baloni ko'pchilik aytadi, baloni asfaltda, toshli yerlarda yedirilib ketmaydimi deydi. Men mana shu balonigacha 6 oy garantiya beraman. Kerak bo'lsa 1 yilga ham garantiya beraman. Chunki balon oddiy balondan ancha baquvvat, uncha-munchaga bu tishlari ketmaydi, yedirilib ketmaydi. Bemalol buni rezinkali zapchaslarigacha bor. Bemalol osalaring olib keltirib beraveramiz zapchaslarini. Hamma yo'g'ini qat'iy ishlatib, yog'izdirib, minib ko'rsatib beramiz. Xohlasalaring olib borib ishlatib ham berilaveradi. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu kombaynimiz bo'ladi. Endi bunimizni enini aytib o'tdim, 1.20 adi, bemalol shu bog'larda ichiga kirib, sholi, bug'doy eksalaring, bemalol o'rsalaring bo'laveradi. Mana shu kombaynimiz bo'ladi. Bugungi videomizda kombaynimizni obzorini qilib berdik. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lib qo'yasizlar.